Hurmatli erkaklar, moyaklardagi og'riqqa befarq bo'lmang. Agar sizda moyaklaringizda og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, bu jiddiy kasallik bo'lishi mumkin. Masalan, qanday kasalliklar moyakda og'riq keltirib chiqaradi? Birinchidan, moyaklarning yallig'lanishi, orxid xastaligi. Ikkinchidan, moyak ortig'ini yallig'lanishi, epididimit xastaligi. Bundan tashqari, varikatsiyali xastaligi, moyaklar qobig'i atrofida suv yig'ilishi, gidratsiyali xastaligi yoki moyaklarning o'z o'qi atrofida buralib qolishi. Bundan tashqari ba'zi bir onkologik xastaliklar, seminoma, karsinomalar. Bundan tashqari moyaklarning jarohatlarida ham og'riq kuzatiladi. Moyak bu erkak organizmida juda muhim rol o'ynayotgan a'zo hisoblanadi. Erkak kishini bevosita jinsiy hayot kechirishi uchun androgenlar ishlab chiqaruvchi a'zo va o'zidan nasl qoldirishi uchun spermatozoidlarni ishlab chiqaruvchi a'zo hisoblanadi. Demak, moyaklarda og'riq kuzatilganda dastlab nima qilish kerak? Ko'pchilik o'zicha har xil og'riq qoldiruvchi dorilar, bundan tashqari farmatsevt yoki bir tanishini maslahatlarini qilib vaqtni o'tkazishadi. Uning o'rniga darhol androlog, urolog qabuliga borish kerak. Obyektiv ko'rilgandan so'ng qaysidir kasallikka shubha paydo bo'ladi va instrumental laborator tekshiruvlardan so'ng aniq tashxis qo'yiladi va kasallik oson yechim topadi. Lekin afsuski hozirgi kunda ayniqsa orxid, epididimit xastaliklarini yoki varikatsiyali xastaligini uzoq vaqt uyda tabiiy o'zimiz davolaymiz deb harakat qilib, moyaklardagi qaytmas o'zgarishlarni yuzaga keltirib kelayotgan bemorlar soni ham ko'payib bormoqda. O'z vaqtida davolanmagan kasalliklar moyaklardagi qaytmas o'zgarishlarga olib kelishi oqibatida eng yomon fojia, jinsiy zaiflik va befarzandlik kabi xastaliklarga olib keladi. Shuning uchun o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Moyakdagi har qanday og'riq kuzatilsa, darhol urolog, androlog mutaxassis ko'rigidan o'ting.